bitta ikkita itdan bo'lgan kuchuk bachchalar paydo bo'libdi-da, biz nomimizda ish qiladigan. Bundan adashmasam 1 oy oldin Angorda Fatima degan bir qizchani, nogiron qizchani videosini Ehson yordam so'rab bir video qilib qo'ygandik. O'shani onasiga telefon qilib, mening nomimda aytib, aynan Navro'z aka aytayapti, Telegramga kiring deb Telegramga mana shu profildan yozib, pullarni tashlatib olib, o'zini plastiga tashlatib olib, aynan mana shu ekranda ko'rinayotgan nomerlardan telefon qilgan. U onasi ham ishongan. Men nomimda aytgandan keyin ishonib tashlab bergan. Hozir pul yo'q, xullas yig'ilgan pullar yo'q. Eng qiziqarlisi, Telegram profiliga men bilan Baxtiyor shogirdimizning rasmi qo'yilgan profildan yozganda biz nomimizdan. Baxtiyor nima deysiz bu gapga? Ishonmasdim hammaga. Bizda bitta nomer yozilgan faqat profilimizda. Mana shu 70 kodi bilan 134 22 22 o'zimizning shaxsiy nomer, slujebniy, ya'ni xizmat nomerimiz. Faqatgina o'zimizning shaxsiy nomerlarimizdan murojaat bo'lsa, boshqa bo'lsa, o'shanga ishonishlaringiz mumkin. Hozir ham o'sha qizchaning ahvoli juda yaxshi holatda emas. Hali ham licheniyalariga endi yig'ilgan pullarni o'sha tashlatib olib ketibdi. Qo'li ochiq, saxiy insonlardan, yurtdoshlarimizdan, vohadoshlarimizdan iltimos qilib qolamiz. Baxtiyorjon, yana karta raqamlarini bir sira qoldiramiz. Sizlardan iltimos, imkon qadar yordam qilib, mana shu kartalarga pul tashlab, onasining nomerlarini qoldiramiz. Ishonmaganlar uyigacha borib ko'rishi mumkin, holatini ko'rishi mumkin, boshqa qilishi mumkin. Qo'l ochiq insonlar, saxiy insonlar yordam qilib, mana shu qizchani bir oyoqqa turib ketishiga o'z hissamizni ozgina bo'lsa ham qo'shsak, biz xursand bo'lamiz. Biz shu paytgacha umuman birorta kasallardan pul olmaganmiz. Inshaalloh Xudo kuch-quvvat berib tursa, yo'limizni berib tursa, bundan keyin ham olmaymiz. Biz nomimizdan telefon qilganlarga ham ishonib o'tirmanglar. Shu paytgacha birorta kasaldan pul olgan joyimiz yo'q. Podpisatsiya tugmasini bosib, mana shu videoga like bosib tarqatib qo'ying. Sizning imkoningiz yetmasa, imkoni yetadigan tanishlaringizga, do'stlaringizga yuborib qo'ysalaringiz nur ustiga alo nur savob bo'lardi.